Erkak 6 ta xotinga uylandi va dushanbadan toshanbagacha navbat bilan ularning yotog'iga mehmon bo'lishi kerak. Agar birortasinikiga kira olmasa yoki navbatni adashtirib yuborsa, uni dahshatli o'lim kutib turibdi. Agar ushbu filmni to'liq holatida ko'rishni xohlasangiz, Telegram kanalimizga tashrif buyuring. Bundan tashqari eng so'nggi chiqayotgan premyeralarni o'zbek tilida va eng yuqori sifatda Telegram kanalimizda tomosha qilishingiz mumkin. Kanal manzili kommentariyada. Video boshlanishida oldin like bosib, kanalga obuna bo'lib qo'yishni unutmang. Film 1864-yilda Amerika fuqarolar urushining 3-yilida Virjiniya shtatida boshlanadi. Amy ismli yosh qizaloq o'rmonda qo'ziqorin terib yurganda o'zini John McBaron deb tanishtirgan og'ir yaralangan askarga duch keldi. Erkak undan qayerda yashashini so'raganda, qizaloq yaqinda joylashgan uyda yashashini, u yerda 4 nafar o'quvchi va 1 nafar o'qituvchi va maktabning egasi Mrs. Marta borligini aytdi. U yerda faqat ayollar yashashini eshitgan erkak qizaloqdan o'sha yerga olib borishini so'raydi. Garchi bu askar dushman tomonda bo'lsa ham, qizaloqning ko'ngli bo'sh ekan va yordam berishga rozi. Ular binoga yetib kelishganda Jon hushini yo'qotdi va ichkaridagi qizlar birgalashib, "Sen qo'lidan ko'tar, men esa oyog'idan" deb erkakning 5 ta joyidan ko'tarib ichkariga olib kirishadi. 5-joyi qayerda ekanini aytmayman. Qizlar uni dushman askarligini bilib o'zinikilarga topshirib yubormoqchi, ammo Marta uni og'ir jarohatlanganini ko'rib, avval yarasini davolab, keyin topshirmoqchi. Oradan bir necha soat o'tgandan so'ng tashqaridan sirena ovozlari eshitilmoqda va Marta pravasiz mashina haydaganim uchun gai keldimi uyimga deb tashqariga chiqqanda, bu o'zinikilarni askarlari ekan va u ayolni yaqin atrofda dushman askari borligi haqida ogohlantirib, agar uni ko'rgudek bo'lsa xabar berishini so'raydi. Qizlar bu paytda derazadan poylab turgandi va bu qichigan tirranchalar Marta Jonni topshirib yubormaganidan xursand, chunki bu qizlar hali erkak kishining shimini ichida nima borligini ham ko'rishga ulgurmagan. Ertasi kuni Amy opalarni kutib o'tirmay o'zi birinchi qadamni tashlab Jonni ko'rishga kirdi va uni ahvoli yaxshilanganini ko'rib xursand. Oshxonada esa barcha qizlar Jonni maftun etish uchun eng chiroyli ko'ylaklarni kiyib, yo'l-yo'lakay salonga ham kirib, makiyaj ham qilib olishgan. Marta bu paytda Jonni yoniga kiradi va erkak unga minnatdorchilik bildirmoqchi bo'lganda, ayol unga "Sen katta xolangni uyda emassan, tezroq tuzalib jo'na bu yerdan" deydi. Alicia esa eshikdan poylab, "Yordam kerakmasmi, apo? Bitta o'z qiynalib qolmayapsizmi?" deganda, Marta unga "Men senga anakonda o'ynatyapmanmi" deb o'quvchilarni bu xonaga kirishini taqiqlab qo'yadi. Kechqurun hamma qizlar ibodat qilishga yig'ilganda, Alicia'ni nozik joyidan pashsha chaqti shekilli qichishni boshlaydi va hojatxonaga ketyapman deb aldab, darhol Jonning xonasiga kiradi va erkakni ehtiros bilan o'pishni boshlaydi. Shundan so'ng hech narsa bo'lmaganday yana ibodat qilishni davom ettirmoqda. Buni ko'rgan shayton esa bir chekkada nos chakyapti. Ertasi kuni ibodat paytida eshik taqillashni boshlaydi va Marta eshikni ochganda 2 askar ovqat so'rab kelgan ekan. Shu payt qizlar va ayollar o'rtasida ovoz berish boshlanadi. Jonni hoziroq askarlarga topshirib yuborish yoki sog'ayguncha kutish. Albatta sezganingizdek qizlar uning qolishiga ovoz beradi, chunki ishton hali yechilmadi, anakonda esa ovqatlanmadi. O'sha kecha hamma qizlar uxlaganda Marta ham otini qamchilab Jon bilan konyak ichib suhbatlashishni boshlaydi. Ular bir-birlariga hayot hikoyalarini aytib beradi. Yoki bu erkak shunchalar chiroylimi, yoki bu ayollar umrida erkak ko'rmagani uchunmi bilmadim, Martani ham ko'zi suyilib unga qichiq qilishni boshlamoqda. Oradan kunlar o'tdi va Jonni yaralari tuzalib otday bo'lib ketgan. Nega unda haligacha ketmadi desangiz, bu yoni eshiting. Bir kuni Jon bog'ni tartibga keltirayotganda Amy unga suv olib keldi va Jon unga rahmat aytib, "Sen meni eng yaxshi do'stimsan" deydi. Chunki bu qiz uning hayotini saqlab qolgandi va xursandchilik ichiga sig'magan Amy opalariga borib maqtanishni boshlaydi. Ammo Alicia hatto shu kichkina qizdan ham rashk qilyapti, ana so'ta qo'zini. Marta ham erkakka rahmat aytgani keldi va oyog'idagi yara tuzalayotganini ko'rib 1-2 kundan keyin ketishini talab qiladi. Ammo Jon bog'ingizga bog'bon kerakmasmi deb imkon boricha shu yerda qolishga harakat qilmoqda. Ammo Marta qarorini o'zgartirmoqchi emas. Qizlar bundan xafa va oxirgi marta erkakni dasturxon yozib, tansiq taomlar bilan kuzatib qo'ymoqchi. Jon ayyor esa bu yerda qolishning yagona yo'li birortasiga uylanish ekanini tushunib, o'qituvchi Edvinani yo'ldan urmoqchi va unga sevib qolganini aytadi.
Kechqurun qizlar yana bo'yanib, suyanib, ish qilib, tepa labi tugul pastdagi labiga ham pomada qo'yib, Jonni e'tiborini tortishga harakat qilishmoqda. Jon esa bu yerda yagona erkak bo'lgani uchun o'zini Sulton Sulaymondek his qilib, hammangga yetaman, talashmanglar deydi. U keyin Edvinaga kechqurun xonangga o'taman deydi va tunda Edvina uni intizorlik bilan kutadi, ammo kelmaydi. Keyin tashqariga chiqqanda ma'lum bo'ldiki, Jon Alisiyani qo'shni xonada dumbasiga ukol qilib yotgan ekan. Buni ko'rgan Edvina baqirib yig'lab Jonni tarib yubordi va erkak zinadan yiqilib tushib, oldingi jarohati ham yirtilib yetmaganiga yana jarohat oldi. Shovqinni eshitgan barcha qizlar yugurib chiqib, nimalar bo'lganini tushunmayapti va Alisiya yolg'on gapirib, hamma uni yengiltak deb o'ylamasligi uchun Jon unga tegajonlik qilganini, Edvina esa unga yordam berish uchun erkakni pastga tarib yuborganini aytadi. Marta erkakni oyog'ini tekshirib, bu safar jarohat og'irligini va yagona chora oyoqni kesib tashlash ekanini aytib, Edvinaga arra olib kelishni buyuradi. Ayol yig'lagancha arra olib keldi va Jonni oyog'ini xuddi daraxt kesganday kesib tashlashdi. Ertalab uyg'ongan Jon ne ko'z bilan ko'rsinki, bitta oyog'i yo'q va bu yerdagi ayollarni shunaqa so'kib qarg'aydiki, bunaqa so'kishlar o'zbek lug'atida ham yo'q. Marta esa uni xonasiga qulflab qo'yadi, kimnidir o'ldirib qo'ymasin degan maqsadda. Bir necha soat tinimsiz qarg'agandan so'ng Jonning ovozi o'chdi. Alisiya xonaga kirib, "Jonim, oyog'ing kesilgan bo'lsa ham, cho'chog'ing kesilmagan-ku" deb uni yupatmoqda. Erkak esa uni sochidan tortib, Martani kalitlarini o'g'irlashni buyuradi. Va nihoyat kechki ovqat paytida bu qizlarni aqli kirgan va endi Jonni bu yerdan tezroq ketishlarini xohlayapti. Hatto Alisiya ham shuncha payt ukol qilganiga qaramasdan uni ketishining tarafdori. Shu payt Jon hassa suyanib pastga tushib keladi va u Martani xonasidan to'pponchani o'g'irlagan. U Marta va Edvinani uning oyog'ini qasddan kesib tashlashda ayblaydi. Emmi qo'rqib ketib, uning toshbaqasi ham qo'rqayotganini va undan baqirmasligini iltimos qiladi. Jon esa uning toshbaqasini olib uloqtirib yubordi va Emmi battar qo'rqishni boshlaydi. Marta Emmiga darvozaga ko'k mato osib qo'yishni buyuradi, chunki bu dushman askarlari borligiga ishora edi. Ammo u buyruqni bajarayotgan payt Jon orqasidan kelib matoni olib tashladi va qizaloqni tutib jazolamoqchi. Bir necha soniyadan so'ng tashqarida Emmini baqirgan ovozi eshitiladi va Marta tashqariga chiqib, ovoz tomon yugurganda Jon qizchani orqasidan qurol tilab olgan. Marta vaziyatni yumshatishga harakat qilmoqda va ular uyga qaytib, Jon qizlarga u yomon niyatda emasligini, faqat nogiron bo'lib qolgandan ko'ra o'lib ketgani yaxshiroq ekanini aytib, agar yana unga yaqinlashgudek bo'lishsa, hammasini o'ldirishini aytib, qandilga o'q uzadi. Jon xonasiga qaytganda Edvina uni tinchlantirish uchun duxovkasini ma deb ochib berdi va shuncha og'riqqa qaramasdan Jonni ham ko'ngliga sig'di shu narsa. Bu orada pastda qolgan qizlar Jondan qanday qutulish yo'lini izlamoqda. Ular uni zaharli qo'ziqorinlarni yaxshi ko'rishini bilib zaharlab o'ldirmoqchi va Marta Edvinaga hech narsa aytmasdan Emmidan zaharli qo'ziqorinlarni terib kelishini so'raydi. Kechki ovqat paytida qizlar yana dasturxon tuzagan. Jon ham hayotdan xursand, chunki endi uning bitta oyog'i bo'lmasa ham 6 ta xotini bor. U qizlardan qilgan ishi uchun kechirim so'raydi, ammo qizlar uni kechirmasdan qo'ziqorinli ovqatni dasturxonga tortdi. Jon shubhalanmasdan juda ham shirin chiqibdi deb qo'ziqorinlarni biqin qildi va Edvinaga ham uzatdi va ayol endi yemoqchi bo'lganda qizlar unga "Axir sen zamburug'larni yoqtirmassan-ku" deganda Edvina ha deb yemaslikka qaror qiladi. Birozdan so'ng Jon nafas olishga qiynalib, zahar o'z ta'sirini ko'rsata boshlaydi. Edvina unga yordam berishga harakat qilmoqda, boshqa qizlar esa pinagini ham buzgan yo'q va Jon shu payt yiqilib halok bo'ladi va Edvina uning zaharlanganini tushundi. Ertasi kuni qizlar erkakning jasadini matoga o'rab askarlarga topshiradi va hech narsa bo'lmagandek yana o'z hayotlarini davom ettirishni boshlaydi. Yomon bir bo'ydoqlarda azoblash xizmati ekanda bu kino. Agar shu videoda 30 mingta like bo'lsa, bo'ydoq yigitlarni emas, bo'ydoq qizlarni azoblaydigan kino chiqaraman. Kinoni to'lig'ini va eng so'nggi premyeralarni qayerdan ko'rishni bilasiz? Albatta bizning kommentariyadagi ssilkadan. Film va video haqida o'z fikringizni kommentariyada yozib qoldiring va like bosib qo'yishni ham unutmang. Paka-paka.